Bu videoda aytgan gaplarim hech kimga tegizilmagan va men bu subyektivniy fikrim. Kimgadir gapirmoqchi bo'lsam, prямой o'ziga borib gapiraman. Ko'pchilik savol berishyapti menga doimo anchadan beri nima uchun Darabashkada o'ynamaysiz? Birinchi o'rinda men chiroyli kelib o'ynayman, menga kontentga yaxshi kil chiqish kerak. Darabashkada ikkita otgan kelim qo'yib qo'ysam hech kim menga bo'lmaydi degan. Va ikkinchi sababi men o'zim Instagramga ishonaman, ya'ni tiket olishga, ближний boyga ishonaman o'zim. Shuning uchun Darabashkani ko'tarib yuraman. Va qaysi paytlar olishga majbur bo'laman yoki ishlataman. Hop, bezarujа paytim kalkulyator olishga majburman, chunki protein qo'lab kelib o'ldirish kerak. Misol mana bunaqangi vaziyat bo'lsa. Ya'ni eventda 3 kishimiz, ya'ni 2 ga 1 qolganman. Sherigimni o'ldirib olish bilan ancha qiynab qo'yganman. Hozir ikkita o'zbek qolgan, YouTube nimadir. Men bilaman, hozir nok bo'lsam, polibom meni pulak qilishadi. Tavakkal qilib pulak yemaslik uchun, ya'ni harakatlarim aniqroq bo'lish uchun va yana sherigimni o'ldirishgan uchun ularni o'ldirishga qasdlanganman. Bu yerda menga chiroyli el kerak emas, uni o'ldirishim kerak. И все. 2 kishi o'tirib bosishga aqli yetmagandan keyin o'zim bosishga majbur bo'ldim. Nexuya себе, nima bu endi hozir? Men jonim qanday ketdi hozir? Nima bo'ldi? Kim otdi bizni? Endi o'tirib aptika o'ramansam chap tomondan granta ko'tarib chiqib turgan qo'lni ko'rdim. O'tirib grantaga nok bo'lgandan ko'ra tavakkal qilaman. Va u jonim kamligini biladi, men chap tomonga push qiladi. Va menga ham aynan shu kerak. Va kino tugadi. Video oxirida nima demoqchiman? Pastanga Darabak ko'taradigan igroklarni men slabý igrok deb bilaman. Yoki o'ziga ishonmaydi, o'yin slabligi uchun yoki telefon slabligi uchun Darabak ko'taradi. Yoki da raqib bilan ko'p so'z o'tirmasdan osongina o'ldirish. Xullas mendan so'raganlar uchun men o'z fikrimni aytdim. Darabakda o'ynaysizlar, o'ynamasizlar menga umuman qiziq emas. Shunchaki ko'p gapirib dilinglarni ortmayman. Hammalaringga umuman sog' bo'linglar.